Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun men sizlar bilan Teshno Minecraft va mana skinim o'zgargan, o'zgarishi sabablari bor. Va bugun biz mana survival modini o'ynab ko'ramiz. Bu kompyuterga ham bor, telefonga ham bor o'yin bo'lib, bu mod qo'yilgan mana shu Minecraft modiga. Biz hozir bu yerda yashab qolamiz, o'ynaganlar biladi bu o'yinni. Bizda lava, qarmoq, obsidian bor ekan. Bizga kompas, masalan bu kartaga kompas nima kerak bo'lishi mumkin emas. Hozir bu yerda baliq olmaymiz, bu original o'yinda ham aslida shunaqa qarmoq bilib qo'yiladi. Lekin eng qizig'i bu yerda akulalar bor. Akulalar bizga hujum qilib turishi haqida bo'lishi mumkin, hujum qilishi. Eng qizig'i suvga tushib uzoqlashsak bizga akulalar hujum qilishi aytilgan. Bu qanchalik rost, qanchalik yolg'on bilmayman. Lekin shu narsani sinab ko'rgan bo'lardim. Yoki bu yerda hududni kattalashtirib ketarmikan, masalan, obsidian nimaga berilgan? Ano bilan lava bilan shunga tushunmayapman hozir men. Shunda hozir o'yin yo biz ovlashimiz kerak yo hududni kattalashtirishimiz kerakmikan? Masalan, bitga qanaqasi qo'ysak bo'ladi? Va yonib ketdi. Bu bizga bir foydasi yo'q ekan. Shuna qilib prostadak uyimiz yonib ketgani qoldi. Qornimiz ham ochdi, shu nima qilishni ham bilmaymiz. Qarmog'imiz bor, lekin bu olov o'chirishi zo'r suv. Da qo'ysa bo'ladi. O't qo'yish kerak. Olov alangani yo'q, o'chiramiz. Alanga o'chdi masalan. Va biz nihoyat alangani o'chira oldik, lekin katta hudud ancha ko'p joyimiz yonib ketdi deb o'ylayman. Lavamiz ham prostadak isrof bo'ldi. Biz endi prostadak kutib ovlab o'tirishimizmi? Hammamizda shader bor. Qancha vaqt ovlab o'tirishimiz mumkin? Taxminan. Taxminiy vaqt qancha? Ani menimcha men o'ylab qo'ygan narsa bu yerda ana hech narsa tushadi. Professional baliqchi emasman. Bu yerda lekin ancha vaqt ketib qolar ekan. O'sha kechqurundan bo'ldi, quyosh botdi, oy chiqdi. Endi faqat biz kuta olamiz. Kutishdan boshqa chunki imkonimiz yo'q. Ancha joyimiz yonib ketdi, bizga kirka kerak.
Hali yorug'im o'tdi. Yorug' bo'ldi. Endi ko'ramiz, agar baliq tushmasa, shu yerda videoni tugatishga to'g'ri keladi. Chunki video juda ham zerikarli video bo'lib qoldi. Ha, baliq tushmayapti. Agar shunda ham o'g'il olmasa. Yana uni ko'ramiz, o'xshamayapti umuman. Просто kuchish bilan vaqt o'tib ketishda foydasi yo'q. Umuman foydasi yo'q. Bu mod bo'lmasligi mumkin, sizlar zeriktirib qo'yishi ham mumkin. Shuning uchun bu mod umuman bo'lmaydigan mod ekan. Wow! Men gapimni qaytib oldim o'sha. O'g'lasak bo'lar ekan. Men endi taktikani tushundim. Endi ovlab ko'ramiz. Endi mana shu ishni qilib ko'raman. Qani? Endi o'sha bir kun o'ynaldi, endi ko'ramiz. Uji ikkinchi baliq. Eng qizig'i baliqlar nima qilsa bo'ladi? Men endi tushundim baliq ovlash. Endi ko'ramiz. Har xil narsalar chiqar ekan. Bo'ldi. Endi просто shuncha vaqt ketkazganimiz qolibdi. Endi farqi yo'q, o'ynaveramiz. Qisqasi videoni shu joyda tugatamiz. Video juda ham uzun bo'lib ketdi. Videoga like va obuna bosish esingizdan chiqmasin. Bu videoning albatta ikkinchi qismi bo'ladi.